Tezkor, diqqat! 6 oktyabr soat 01:29 da Qirg'iziston hududida 7 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Zilzilaning markazi Toshkentdan 199 km uzoqlikda joylashgan. O'zbekistonda bir qator hududlarda silkinish sezildi. Namangan viloyati 3-4 ball, 106 km, Andijon viloyati 3 ball, 144 km, Farg'ona viloyati 2-3 ball, 176 km, Toshkent shahri 2-3 ball, 199 km, Sirdaryo viloyati 2 ball, 275 km. Google Earthquake Alertism orqali aholiga qayta to'lqinlar bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirish yuborildi. Shuningdek, ayrim manbalarda Moskva-Toshkent yo'nalishidagi samolyot zilzila sababli Toshkent aeroportiga qo'na olmagani, xavfsizlik nuqtai nazaridan ikkinchi bor qo'nishga urinayotgani haqida xabar qilinmoqda. Hozircha og'ir talofatlar haqida rasmiy tasdiq yo'q, ammo mutaxassislar aftershoklar, ya'ni qayta silkinishlar ehtimolligi mavjudligini aytishmoqda. Bunday muhim yangiliklarni birinchi bo'lib bilish uchun kanalda qoling va obuna bo'lishni unutmang.